بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه أبو داود ومسلم. وفي لفظ مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishining kuni uchun o'qqan har bir narsasini suylashning o'zi yetishadi dedi. Abu Dawud yana Muslim rivoyat qilishgan. Muslimning rivoyatida har bir o'qqan narsasini suylay beru kishining yolg'onchi ekanligini yetishadi deb aytilgan. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. رواه الخمسة إلا أبا داود. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z Robbisi tabaraka va taoladan rivoyat qilib aytadi: albatta Alloh yaxshiliklar, yomonliklarni yozib qo'ydi, keyin o'shani bayon qildi. Kim bir yaxshilikni niyat qilsa, biroq uni amalga oshirmasa, Alloh al niyatni o'z oldinda to'liq bir yaxshilik qilib yozib qo'yadi. Agar uni niyat qilib amal da qilsa, Alloh azza va jalla uni o'z oldinda ondan 700 yaxshilikka chayin, ondan da bir qancha yo'li ko'p qilib yozadi dedi. Buxoriy, Muslim, Termiziy yana Nasa'iy rivoyat qilishgan. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. Ravahu at-Tirmizi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: qiyomat kuni odam bolasining qadami andan 5 narsa jo'nida umrin emnega sarflagani, yoshlig'in emnega ketirganin, mol dunyosini qaysi yerdan topganin, yana qaysi yerga sarflagani, bilganini qanday amal qilgani jo'nida so'ramayincha Xudoning oldidan jilbaydi. Termiziy rivoyat qilgan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. رواه عبد القادر الرهاوي. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam manilu har bir ish Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmaydi ekan, al kesib dedi. Abdul Qodir Rahaviy rivoyat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Al-zot ko'zlarning xiyonatini, ko'kraklar yashirgan narsalarni da biladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Yaxshilik jana taqvo yo'lida sherikdashlik qilg'ila, gunoh jana dushmanlik yo'lida sherikdashlik qilmag'ila. عن علي بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. Ali ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta kishining o'zi uchun foydasiz narsalarni tashlashi islomning qo'zdig'idan dedi. Termiziy, Ahmad yana Hakim rivoyat qilishgan.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله رواه مسلم. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Saga payda bere turgan narsalarga qiziquvchan bo'l, jana Allohdan yordam so'ra." Muslim rivoyat qilgan. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaysil yerda bo'lsang da Allohga taqvo qil, jamandiqqa yaxshilikni erchit, bul ani o'chirat, odamlarga ko'rkam qulq min'oz bilan muomala qil dedi. Termiziy rivoyat qilgan.